Assalomu alaykum. Arab tiliga kirish darsligimizni 36-darsi 4-bo'limi oxirgi darsga yetib keldik. Bu bildirib o'qish qoidasi. Bildirib o'qish qoidasi qanday holat bo'ladi? O'sha sukunlik nun, tanvinning nuni yoki sukunlik nundan keyin mana bu harflar kelsa, hamza, ha, ayn, ha, g'oyn, xo harflari kelsa, demak bildirib o'qishimiz kerak ekan. Hech qanday bir kirgizib, yashirib, almashtirib o'qimaymizda, aynan bildirib o'qiymiz. Chunki qoidamiz bildirib o'qish. Arab tilida gapda so'zning oxirida sukunlik nun yoki so'zning oxiridagi tanvinning nunidan keyin bildirib o'qish harflaridan biri hamza, ha, ayn, ha, g'oyn, xo kelsa, shu nun yoki tanvinning nunini oshkor va ravshan talaffuz bilan o'qiladi. Misollarga qarang. Ya'ni min ahli bo'ldi. Hech qanday bir o'zgartirish, kirgizish, yashirish degan narsalar yo'q. Bildirib aynan o'qishimiz kerak. Mana shu sukunlik nunni yoki tanvinning nunini aynan bildirib o'qishimiz kerak. Min ahli, min ajli, min hum, min huma. E'tibor bering, mana hamza, mana hamza, mana ha kelyapti. Mana ha, hamza o'tdik. Mana ha kelyapti. Endi ayn keladi mana. An'amta, an'amta, ya'ni yashirish, o'zgartirish, bildirib maxfiy o'qish degan narsalar yo'q. Bildirib o'qishimiz kerak. Min indihi, min hakimin, min hasadin, man ghillin, min ghafurin, min khayrin, min khawfin, min anfusihim, min anfusihim deymiz. Chunki mana bu fa harfi maxfiy o'qish harflaridan, bu esa bildirib o'qish harflaridan. Shuning uchun mana bu yoqda ham sukunlik nun bo'lyapti. Shuning uchun birinchisini bildirib, ikkinchisini yashirib o'qiymiz. Min anfusihim, min azib, min azab ekan. Uzr. Min hubbin, min xizyin. Mana shunday. Nihoyasiga yetdi darslarimiz. Bu 36-dars 4-bo'lim edi. Demak, arab tiliga kirish darsligimizni oxirgi darslaridan bu dars oxirgi darsi, ya'ni. Darsning oxirida yana husnixati berilgan. Oxirgi husnixat, yozishimiz kerak bo'lgan oxirgi husnixat. Demak, bu qatorga qarab turib, bu qatorni ustidan yozamiz, buni mustaqil yozamiz. Bu qatorga qarab turib, bu qatorni ustidan yozamiz va buni mustaqil yozamiz. Kim daftarga yozayotgan bo'lsa, hammasini ko'chirib yozib chiqamiz. Bu qatorga qarab bu qatorni yozamizda, 3-qatorni mustaqil yozamiz va buni ko'chirib chiqamiz. Yozib chiqamiz, ya'ni ustidan yozib chiqamiz. Kim daftarga bo'layotgan bo'lsa, ko'chirib chiqamiz. Daftarlarga yozayotganlarga, ularga ya'ni bu ko'chirib chiqishi, ya'ni bu kitobda bo'lsa agar buni yozmaymiz-ku, to'g'rimi? Bunga qaraymiz faqat. Lekin daftarga yozayotganlar buni ham yozadi-ku. Ularga qo'shimcha bir foyda bo'ladi, qo'shimcha bu bonus bo'ladi. Shuning uchun buni biz ko'p yozar ekanmiz-da degan fikrga bormasdan turib yozib chiqqan foydali bo'ladi. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Bu mundarijamizda nimalarni o'tdik biz? Mana 30
demak darslar miqyosida bo'ladigan ko'rsak agar mana 43 ta dars bo'ladi, lekin ayrim darslarni biz ikkita dars qilgan, ikkita darsga 100 betlarga bo'lganimiz uchun bunday holat, lekin ammo darslarimiz o'zi 36 ta va bo'limlari bo'lgani uchun ozgina ko'paygan. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilab, arab tilida boshlagan shu kirish kitobimizni bu kelasi muvaffaqiyatlarga sizlarni olib chiqadi degan umid bilan tayyorladik. Ma'qul bo'lgan bo'lsa agar biz juda xursand bo'lamiz va bu sizlarga foyda keltirsa agar bundan biz juda bir mamnun bir holatda bo'lamiz. Shu bilan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Darsimiz nihoyasiga yetdi. Hammalaringga ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Salomat bo'linglar.